Assalomu alaykum o'rtoqlar. Ko'rib turganingizdek, Haval avtomobillari bizning avtosalonda barcha turlaridan mavjud. Lekin bugungi kunda eng hadovoy modellardan biriga aylanayotgan Haval mashinalarining ichida o'zini alohida o'rniga ega bo'lgan Haval H6 modelimizni bugun sizlarga to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Haval H6 modelimiz bugungi kunda O'zbekistonda 4 ta pozitsiyasi ishlab chiqarilyapti. Bu ko'rib turgan variantinglar Haval H6 modelini birinchi komplektatsiyasi. Haval H6 modelimizni 2024-yilga nisbatan to'liq restayling holatda o'zgartirilgan avtomobil desa ham adashmagan bo'laman. Ko'rib turganingizdek, tashqi ko'rinishlari waterfall holatda o'zgartirilgan, juda ham chiroyli holatda. Mashinaga qo'shimcha nimadir jihoz qilishinglar yoki обрисовкасini yoki nimadirni o'zgartirishinglar bu avtomobil uchun umuman shart emas. Chiroqlariga ham e'tibor bersanglar bo'ladi. 54 xil usulda matritsali diod chiroqlar bilan jihozlangan hisoblanadi. Ushbu avtomobilimiz gabarit jihatdan juda ham katta. Avtomobilimiz motor qismi 1.5 turbina motordan jihozlangan bo'lib, pozitsiyasiga qarab motorimizni nimasi o'zgarishi mumkin. Ya'ni 2 turbinalik motor bilan jihozlangan avtomobilimiz ham bu komplektatsiyamizning 4-avlodida mavjud hisoblanadi. Uni tog'li hududlarda yashaydigan akalarimiz uchun, yaqinlarimiz uchun tavsiya qilamiz. Sababi unda polniy привод 4 ta ballon ham tortgan holatda ishlaydi. Bu avtomobilimizni ot kuchiga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor bilan jihozlangan Haval H6 modelimiz 185 ta ot kuchiga ega. Haval H6 modelimiz 2 turbina motor bilan jihozlangan holatida 240 ta ot kuchiga ega bo'ladi. Bu motorimiz to'liq turbina holatda ishlaydi. O'shani hisobiga benzin rasxodi ham kam hisoblanadi. Benzin tanlamaydi. 92-95 benzindan foydalansanglar bo'ladi. Bugungi kunda bu avtomobilimiz o'rtacha shahar ichida aralash siklda 6,5 litrdan 8,5 litrgacha rasxod qiladi. 2 turbina motorligida 4 ta ballonni qo'shib harakatlangan holatingizda 12 litrgacha o'rtacha benzin rasxod qilishi mumkin. Bu avtomobilimizni tashqi ko'rinishlariga e'tibor bergan bo'lsanglar, hop, avtomobilimizni ballon qismi 19 quyma diskali ballonlar bilan jihozlangan bo'lib, diska ham Black Edition holatda qilib qo'yilgan. Bu modelimizni shu tashqi ko'rinishidagi chekka atrofdagi nikellarga e'tibor bersangiz, polniy Black Edition holatda jihozlangan. Bu bagov oynalarimiz uchun, ya'ni mashinani tag qismlari uchun ham amal qilgan. Bu avtomobilimizni hatto birinchi pozitsiya bo'lishiga qaramasdan Haval H6 modelimizda sensorli beskruchoy dostuplar ham mavjud. Avtomobilimizni salon qismiga o'rtoqlar, avtomobilimizni salon qismiga ham bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Juda ham o'zgacha ko'rinishda ishlab chiqarilgan, skromniy holatda, ya'ni qisqa qilib aytganda minimalizm holatida ishlab chiqarilgan. Bu avtomobilimizda hech qanaqa ortiqcha ko'rinish yo'q. Buni o'zi ko'rinishi skromniy holatda ko'rsanglar bo'ladi. Bu avtomobilimiz hozirgi variantda birinchi komplektatsiya, lekin full komplektatsiyalarda bunga nisbatan ancha navorotlari bor. Hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, rulimiz bir xil ko'rinishda bo'ladi. Bunda ham adaptivniy cruise control, zadniy kamera, parktronik datchiklari, hamma narsasi bo'ladi. Faqat bunda avtomobilimizda panorama tom o'rnatilmagan birinchi komplektatsiyada. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi komplektatsiyalarda to'liq panorama tom bilan avtomobilimiz jihozlangan bo'ladi. Xo'p, bu avtomobilimizda qo'shimcha o'sha двухзонный klimat kontrol, oldi orqa oynalarning sistemasi, беспроводной zaryadniy, podstakanchiklar qo'shimcha ravishda barimizda xolodilniklargacha o'rnatilgan hisoblanadi. Bu avtomobilimizni ham bemalol imkoniyatingizga qarab qo'shimcha tariflarda xarid qilishinglar mumkin. Avtomobilimizni qo'shimcha tariflar bo'yicha batafsil ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlar bilan bog'lansanglar to'liqroq tushuntiraman. Endi mashinamizning orqa qismini ko'ramiz.
O'rtoqlar, Haval H6 modelimizni orqa sidinalaridagi o'rindiqlarning kengligini ham sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Ko'rsatib berishdan oldin bu sidinamiz birinchi komplektatsiya bo'lishiga qaramasdan Haval H6 modelini orqa qismida ham to'liq abagrev sistemasi o'rnatilgan. Endi o'tirganimda kengligini ham ko'rishingiz mumkin. Sidinaga mana почти bir qarichdan ko'proq masofa qolyapti. Boshimdan tepadan pastligi ham ancha mashinamiz balandroq ko'rinishda ishlab chiqarilgan. Sidinalari to'liq perforatsiyali ekoko'ja bilan jihozlangan bo'ladi. Qo'shimcha ravishda rahbar akalarimiz uchun mashinamizda orqasida podstakanchikni ham qo'yib qo'yganmiz. Bemalol bu avtomobildan milliy mashina sifatida xizmat mashinasi uchun ham foydalansanglar bo'ladi. Aytib o'tilganidek, prezidentimizni 2025-yil mart oyida o'tkazgan videoselektordagi topshiriqlariga asosan milliy mashinalardan ko'proq foydalanish kerak deb ko'rsatma berganlar. O'shaning uchun bemalol Jizzaxda ishlab chiqarilayotgan ushbu Haval avtomobilini o'zingiz xizmat mashinasi uchun foydalansangiz bo'ladi. Siz kutgan hamma komfortlar ushbu avtomobilda bor. Haval H6 modelini yana bitta afzalligini aytib o'taman. Yomg'irli, qorli kunlarda siz mashinadan tushayotganingizda ko'p holatda bo'ladi. Mashina tushayotganda oyoq tag qismi shu yeriga tekkan holatda oyog'imiz loy bo'lib qoladi, chang bo'lib qoladi. Lekin bunda o'sha tomonni ham o'ylab ketishgan. Pastki sistemasida himoya vositasi bor. Mashina tushayotganingizda oyog'ingiz bu yerga ishqalgan taqdirda ham oyog'ingiz loy bo'lmaydi. Sababi bu to'liq eshik hamma joyini mashinani yopadi, ko'rayotganingizdek. Mashinamizning orqa ko'rinishlariga ham bitta e'tibor berib qo'ysak bo'ladi. O'zgacha ko'rinishda ishlab chiqarilgan, to'liq oynalari kuydirilgan holatda bo'ladi. Birinchi pozitsiyamizni bagaj qismini ko'rishingiz mumkin. Haval H6 modelimizni bagaj qismi почти 600 litrdan iborat hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, bunda ham zapaska balon uchun joylar bor. Bu modelimizda ham hozir bitta yotqizib sidinalarni ko'rsatib beraman, kengligini his qilishingiz uchun. Ko'pchilik so'raydi, sidinalarni yotqizib bering. Rostdan bunda spaniy sifatida foydalansa bo'ladimi deb. Mana avtomobilimizni ko'rib turibsizlar, to'liq sidinalar yotqizilgan holatda o'rtacha hajmdagi inson bemalol bu yerda yotib, uzoq yo'lga chiqqaningizda dam olib ketishingiz mumkin. Bu shturkani olib qo'ysanglar bo'ladi. O'rtoqlar, ko'rib turganingizdek, avtosalonimizda mijozlarimiz yetarlicha. Sizlar ham kelib, mashina bo'yicha to'liqroq ma'lumot olsanglar bo'ladi. Ushbu H6 modelimizning 4 ta pozitsiyasi bo'yicha narxlarini aytib o'taman. Birinchi pozitsiyasi 324 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 354 million 900 ming so'm, uchinchi pozitsiyasi 369 million 900 ming so'm hamda 2 turbinali to'rtinchi pozitsiyamiz 389 million 900 ming so'mdan iborat. Hamma pozitsiya bo'yicha to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomer bilan bog'lansanglar, men sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Masofadan turib, uzoqdan bo'lasizmi, yaqindan bo'lasizmi yoki boshqa davlatdan kuzatayotgan bo'lsangiz, hech qachon hech qanaqa malol kelmaydi. Bemalol to'liq ma'lumot berishim mumkin bo'ladi. Sizni avtosalonda kutib qolamiz. Manzilimiz yana bir bor takroran qaytarib o'taman. Namangan shahar Chorsuv dahasi eski Nabrijniy yo'lida Turon universiteti bilan yonma-yon joylashgan. Kelib bemalol avtomobil xarid qilsanglar bo'ladi.